أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Biz bugungi darsimizda kitobimizning oxirgi darsi kitobimizning 4-qismi Al-Qawaid al-Usuliyya at-Tashri'iyyaning 4-5-qoidasini inshaalloh so'zlashamiz. Dersimizning birinci mazmunida, yani 4-qoida nasxul hukm, yani hukmning mansux bo'lishi haqida to'xtalamiz. Darsdan ilgari o'quvchilarimizga mansux haqida ozroq tushuncha berishni to'g'ri topdim. Hammanglar bilasizlar, islom zamindan payg'ambar xoli bo'lib necha yüz yillar o'tgandan keyin shu zaminda, xususan shu islom tushgan shu arab zaminida insonlar orasida hukm suratga hukm o'rmon qonuni bo'lib kuchliklar ajlarni yeydigan, vahshiyliklar, yomon ishlar avj olib, haram nashayan ishlar qiniga singib, ba'zi ishlar insonning turmushining bir parchasiga, hayotining bir parchasiga aylanib, unda oson qutlanmaydigan bir holatga o'tgan. Bo'libmi, shu yemak-ichmak, urf-odat masalalari, iqtisodiy masala, chunki iqtisodiy masala bir odam bilan oyoqlashadigan yoki tugaydigan masala emas. Bir odamning bir iqtisodiy muomalasi hamma yoqqa tushadi. Shunda bo'lib, buzilib ketgan vaqtida butun jamiyatning iqtisodiy qurilmasi chirib, buzuqchilik iqtisodning asosiy taraflarigacha singib ketib qolgan. Bu bir misol. Shunga o'xshagan hayotning asosiy taraflarida, jamiyatning asosiy muqovamat taraflarida buzuqchilik qinigacha, ichki qalamligicha yiltizlarga singib ketib qolgan. Bunday bir ahvolda Alloh zaminni isloh qilish uchun, kishilarni hidoyat qilish uchun rahmat asosida payg'ambar alayhisolamni avatdi. Payg'ambar alayhisolam bilan birga o'zining kitobi Qur'oni Karimni va shuningga tushuncha sifatida hadislarni qana qildi, avatdi, tushirdi. Endi tabiiyki biz yuqorida so'zlagandek ahvol ostida bira ig'iz gap bilan yoki bira tuzum bilan yillar bo'yicha avlod qiniga singib ketgan ba'zi bir tuzilmalar, ba'zi bir odatlarni biroqlam o'zgartirish bu mumkin emas. Bu normal dunyoning qonuni bo'yicha to'g'ri emas. Hatto biz oilada bira odatlanib qolgan, ya bira yomon ishlar shug'ullanib qolgan, bira bolamiz, hatto o'zimizning bolasi ham bu. Yoki o'zimizning bir tuqqan qarindoshlari yoki yaqin al-og'inlar, hatto atrofimizdagi o'zimizni qadar masalan bira ishdan cheklamoqchi bo'lsak, vaqt ketadi. Qadam palampay paydin pay masalan mana shaklda palampaysimon shaklda ish berishga to'g'ri keladi. Ama bu bir insoniyatga bir qonuniyat bu. Agar insonning kallasi bir kun bilan, bir soat bilan, bir minut bilan, suhbat bilan o'zgaradigan narsa emas. Tadrijiy itrof qildirish, kalladan o'tkazish, ondan keyin asta masalalarni aydınlatish, ondan keyin odatlantirish, ko'nish, shu orqali butunlay tozalaydigan gap. Dal mushu qonuniyat tufaylidan Allah subhanahu va taolo meyli Qur'oni yoki hadisda insonlar o'tirisida, kishilar o'tirisida o'nlashib ketgan ba'zi bir yomon ishlarni tuzishda tadrijiy sunnatni qo'llangan. Tadrijiy qonuniyatni, tadrijiy sunnatni qo'llangan. Mushuning taqozosi sifatida tushirilgan ahkomlarmi, shu tadrijiylik asosida o'zgartish, mushu qonuniyatiga mos shaklda dastlabda mayaga akiladigan gap. Birinchi bosqichga kelib bo'lgandan keyin ikkinchi bosqichga akiladigan gap. Birinchi bosqichdagi hukm amaldan qoladi. Ikkinchi bosqichga ko'ngandan keyin uchinchi bosqichga keladigan gap.
ikkinchi bosqichdagi amaldan qoladi. Mushu xil shaklda nurg'un ahkomlarda ilgari o'tirib qo'yilgan, yo'l qo'yilgan hukmlarni amaldan qoldiradigan ahvol shakllangan. Mana buni biz islom fiqhisida nasx, ya'ni hukmlarning qana qilishi, amaldan qolib qilishi deb qana qilinadi, otiladi. O'sha ataymiz. Endi albatta bir qism o'quvchilarimizning kallasiga mansux qilish desa, zodi hamma narsa mansux bo'lmaydi. Dinning asosiy prinsiplari, o'zgarmas prinsiplari, kulliyotlari, masalan, ummahatul fadoil degandek, dinning asosiy kulliyotlari, usuluddin taraflari o mengu mansux olmaydi, axborlar mansux olmaydi. Mansux faqat juz'iyat hukmlarda, far'iyat hukmlarda, juz'iy Mehmetning ishi, Samatning ishi degandek juz'iy tava, far'iy tava ishlarda ondan keyin bugun ma'no qilg'in bo'pti. Aytsa, bo'ldi endi sen buni qilmaysa, xuddi payg'ambar alayhisolamninki Madinaga kelayotgan elchilarninki yemak-ichmaklarini hal qilish uchun qurbonlikning go'shtlarini 3 kundan ortiq saqlasang bo'lmaydi deb bo'lib, masala bo'lgandan keyin endi saqla. Musulmonlar dastlabda shirkdan ayrilgan zaman yaqin bo'lg'achqa qabr ziyorat qilsang bo'lmaydi deb bo'lib, keyin endi ziyorat qilsang bo'ladi masalan. Degandek Mandaq shaklda dastlabda bir hukmni yo'l qo'yadi, maqsad ado topgandan keyin u hukm amaldan qilib, yana bir hukm o'tirib qo'yiladi. Buni ma'no biz nima deymiz? Mansux deymiz. Mansux ba'zida bir hukm umumiy shaklda amaldan qiladi. Buni biz nasxul am deb qo'yamiz odatda. Umumiy shaklda qana qilish, nasxul kulli deb qo'yadi. Umumiy shaklda mansux qilishadi. Ba'zida umumiy hukmning ichidan ma'lum bir qismi mansux qilinadi. Buni biz nasx juz'iy deb qo'yamiz. Biz qaysi kuni amning babida, mutlaqning babini so'zlayotgan vaqtimizda bu to'g'riliq nasx juz'iy haqida ozroq tushuntirish berildi shu yerda. Esinglarda bo'lsa. Nasx shu endi. Qolgani biz nasx to'g'riliq masalalarni avtorning bayonidan anglaydi. Har holda bizga nisbatan mansux bak notunish masala emas. Mansuxni boshqa kitoblarda o'qiymiz. Mənim oxuyatımız inşallah. Mən naturish məsələ emas. Həm mansux to'g'riliq bizning so'zlaydigan mazmunlarimiz biz bayatdan tushundirish berganidek bir necha mazmun. Muhim bilib olish kerak xalqalik mazmunlar. Birisi dinning kulliyat qismlarida, aqida qismlarida, dinning prinsip, mabadi bunda. Usuluddin ma'nolarida mansux olmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, mansux bo'lish, bo'lmaslik masalasi payg'ambar alayhisolamning hayotida bo'lgan masala, undan keyin bo'lmaydi. Undan keyin mansux bo'lish qandaqdir bir ishni yo'l qo'yib baqib, qarab baqsa atlashmagan qoida hukmi qo'yganlik emas, balki Allohning ziminda o'rinlashtirgan tadrijiylik, asta-asta moslashtirish, Köngen sıra berish qonuniyatiga asosan yo'l qo'yilgan masala, yo'l qo'yilgan bir tür. Avtor bizga darsning asosiy mazmunlarini tushuntirish shaklida aytadi. La nasxa li hukmin shar'iyyin fil Qur'on aw sunnah ba'da vafatir Rasul sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni muhim halqaning birida aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vafotidan keyin na Qur'onda, na hadisda shar'iy hukmni mansux qilish yo'q. Demak, Rasululloh dunyodan ketdi. Mansux qilish degan babning ishik taqiladi. Mansux qilish degan turining ishiki taqiladi. Ammo Rasulullohning hayotidan kelsak, tashri'ni, ahkomlarni tadrijiy yo'l qo'yish qonuniyati va ahkomlarni, tashri'ni masalihlarga moslashtirish qonuniyati ba'zi ahkomlarni mansux qilishni qanday qilgan, taqozo qilgan. Bu ahkomlar التي وردت فيهما ببعض نصوصهما نسخا كليا أو نسخا جزئيا قيد كليلة. أما رسول الله نن hayatida teşri'ni tedrici berish qonuniyati va shu teşri'ni ahkam yo'l qo'yishni masalihlarga teng moslashtirish qonuniyati shu ikkisi haqida kelgan bir bilik ahkamlarni shu ikkisininki Qur'on bilan hadisni demakçamdi. Fihi maliki mazmum Qur'on bilan hadis qaytadi. Shu Qur'on bilan hadis kelgan bir qism ahkamlarning ba'zisini shu Qur'on hadisning naslarining ba'zisi bilan izingli bo'lsin, mansux nas bo'ladi. Masalan, Qur'onni mansux qilish uchun Qur'on yoki hadis mutawatir ketadi. Shunga bekor mansux olmaydi. Shu ikkisining naslarining ba'zisi bilan yo kulli shaklda yoki juz'iy shaklda
mansux qilishni taqozo qiladi. Biz bayatni degandek masala. Ya'ni qonuniyat shu. Masalalarni bir andla hammani yo'l qo'yib olmaydi. Masalalarni bir andla hammani bir taraf qilib olmaydi. İnsanın mijazi hadab o'zgaradigan narsa emas. Asta paydin pay o'zgaradigan ish. Ma'noqda ashta bo'lishni taqozo qiladi. Unda o'z kelayli usulillohning istilohidagi nasx degan nima desa, usulillohning istilohidagi nasx deganimiz shar'iy hukmga amal qilishni shu hukmdan keyin kelgan bir dalil bilan, ya'ni shu hukmni amal qilishni dalolat qiladigan yo oshkora yoki zimnan. Oshkora zimnan degani ochiq shaklda hukm yo'l qo'yganda amda amaldan qoladi. Zimnan degani anınğa qarshi shakldagi hukm ochiq oshkora uni amaldan qoldiramiz degan gap bo'lmasa, mana shaklda yoki kulli yoki juz'iy shaklda nimish qadisa shu taqozo qilgan bir maslaha yusiddin uni amaldan qoldirishni dalolat qiladigan kim kelgan bir dalil bilan shu ilgirki shar'iy hukmni shar'iy hukmga amal qilishni baqa qilib o'tish ibtol degani dal mansux bo'ladi. Endi biz o'zimizning gapiga aylanib olsak, burun bir hukm yo'l qo'yildi Qur'on yoki hadisda. Keyin talab, shu vaqtdagi maslaha ma hukmni amaldan qoldirib, buning o'rniga boshqa hukm qo'yishni taqozo qildi. Shuning bilan shu Qur'on hadisda yana ilgari kelgan hukmni amaldan qoldirib, shuning o'rniga yangi hukmdan birini akiladigan, ya men undan qiyin olsun, ig'ir olsun, yengil olsun yoki akalmaydigan shaklda olsun, qanaqlan bo'lmasin, mushning amal qilishni bekor qilib o'tadigan, amaldan qoldirib o'tadigan. Mundaq bir hukm bilan meni amaldan qoldirib o'tish, ma'lum bo'ladi, mansux bo'ladi. Yoki unda deb tushunmasak, mana tushunsak bo'ladi. Nasx degan nima desa, ilgirki dalilga amal qilishni zimnan, yushurincha, oshkora emas, yushurincha ilgirki dalilga amal qilishni yushurincha amaldan qoldiradigan keyingi dalilni o'ttirga chiqish. Ya'ni bayatdan gapninki yana bir xil shaklda ifodalashi. Avval bir dalil bor. Ma'lum bir manfaat yusidan, maslaha yusidan yana bir dalil chiqib, dalilga amaldan qoldirib o'tishni qana qildi. Amaldan qoldirishni taqozo qilib, ma'noga amal qil, aniga amal qilmaysiz degan bo'lsa, bu nim bo'ladi, mansux bo'ladi. Endi mishada bir sarahatan yoki dimnan degan ikki gap bor. Sarahatan degani, mush mansux qiladigan dalilda ochiq oshkora ani amaldan qoldirdik degandek iboratlar bo'ladi. Masalan, bayat men bir hadisni deb berdim. Payg'ambar alayhisolamninki innama nahaytukum an idkharu luhumul adahi. Men sizlarni qurbonlikning go'shini saqlashdan to'sdim elchilar yusidan deb bo'lib, oxirida ala faddakhiru. Endi saqlasanglar bo'ladi. Ayda to'sdim endi saqlasanglar amaldan qoldi. Ochiq oshkora chiqdi masalan. Men sizlarni qabr ziyorat qilishdan to'sqan deb endi ziyorat qilinglar chunki o'lim naslidi. Bunda islova masalan gapning o'zida oshkora holatda ilgari hukmni amaldan qoldirgan keyingi hukmni yo'l qo'yganlik sarahatan iborasi bor demakchi. Mao sarahatan endi dimnan degan nima desa, oldida bir hukmni o'tirib qo'ydi, keyin shuningga qarshi hukmni birini o'tirib qo'yadi, la qarab faqat ilgari ma hukm kelgan, keyin ma hukm keldi. Endi ma'noga amal qildi ekanmiz, ma tarix jihatda kinoga chiqa ilgirisi amaldan qopdi deb ikkisining zidliqidan, ya'ni ikkisining qarshiligidan ilgirining mansux, ma'ninki kuchga ega ekanligini o'zimiz ilib olamiz. Ma'u dimnon bo'ladi. Endi mansuxning hikmatiga kelsak, hikmatni bayatdan shuni so'zildi, qoptirdi aytdi. Ma'u mansux qilish ilohiy ahkamlarni yo'l qo'yishda yuz bergan va har qanday yerlik qonun yo'l qo'yishdimi ham yuz berdi. Chunki har qanday bir qonun yo'l qo'yishdan maqsad, mayli ilohiy olsun yoki yerlik qonun olsun, kishilarning manfaatini ro'yobga chiqarish. Kishilarning manfaati ularning ahvolining o'zgarishiga ergishib o'zgarib turdi. Hukm ba'zida ma'lum sababni taqozo qilgan masalihlarni ro'yobga chiqarishni yo'l qo'yilsa, yo'l qo'yilgan ahvollar bor. Qad yashra degani yo'l qo'yiladi. Fa iza zalat hazihi al-asbab, ma sabablar yo'qolsa, albatta hukmni qabul qilishda maslaha yo'q. Xuddi mundaq kelgan bir vaqalik va musulmonlarning bir bo'lik elchilar Madinaga Qurbon hayit kunlarida keldi. Payg'ambar alayhisalom ularning qarindoshlarining orasida kengrichilikda qilib qilishni iroda qildi, chunki hayitamizni kengri yavasi ular g'arb bo'lib qolsa olmaydi. Shuning bilan musulmonlarni qurbonlikning go'shtlarini saqlashdan to'sdi.
hattoki elchilar shu go'shtlarda bir xil ularga nisbatan bir kengashlikni tepish uchun ular ketgan vaqtida musulmonlarga amni saqlashni muboh qildi. Masalan, Payg'ambar dediki bu haqda innama nahaytukum an idkhar luhumul adahi. Men sizlarni qurbonlikning go'shtini saqlashdan elchilar yuzini to'sqandim. Mana elchilar ketdi. Endi hozir fadakhiru saqlasanglar bo'ladi. Bu bir sabab. Yana bir sabab chunki qonun yo'l qo'yishning adolati tadrijiy bo'lishini taqozo qiladi. Va yo'l qo'yilgan kishilarga ularga qilish mashaqqat keladigan yoki tashlash mashaqqat keladigan ishlarni tuyuqsiz qilmaslikni taqozo qiladi. Tuyuqsiz amani qilma desa, o yig'ir keladi. Mana tadrijiy taqozo qilishmi, ba'zida o'zgartirish, almashtirishni taqozo qilishmi, ba'zi ahkomlarni o'zgartirib almashtiradigan gap. Xuddi bu ahvollarning misolidan birisi haroqning hukmida yuz bergan. Kama waqa'a fi hukmil khamr. Hamma bilasizlar, haroq inchkilgan vaqtda 4 bosqich, odatga degan vaqtda 3 bosqichlar. 3 bosqichlar. Taxminan kelsak 4 bosqichlar qanday qilingan, yo'l harom qilingan. Alloh subhanahu va taolo buni harom qilishda qonun yo'lga qo'yishning dastlabida yo'l qo'ymadi. Agaplam haramlam demadi. Faqat haroqda cho'ng gunohning borligini va kishilarning ancha-muncha manfaatining borligini bayon qildi. Lekin gunohining manfaatidan cho'ng ekanligini bayon qildi. Mana uni harom qilishga bir tayyorlik va hozirlash edi. Chunki aqli odamlar Alloh buningda ziyonni cho'ng deganligini to'xtab tura, o'ylanib baqish kerak deb o'yindiga yerga yetdi. Chunki allazi dararuhu akbar min naf'i. Zarari manfaatidan cho'ng bo'lgan ish degan aql uningda neri turish aqlga to'g'ri keladi. Loyiq keladi. Bunday qarab faqat to'xtab tura, unday qilmaydigan chiqadi. Ondan keyin Alloh musulmonlarni namozga mast holati yaqin kelmaslikka burdi. Mana deganlik desa, yarim kun ishma degan gap. Chunki Bag'dod, Pishan, Asr, Sham xuftallarning hammasi vaqti bir-biriga yaqin. Oraliqda haroqsa yana bir namozgacha masjiddan shishlik bo'lmasligi tabiiy. Mana nuqtadan musulmonlar chiddar yarim kun ish. Bu bo'liqni nima desa, yarim kunlik mashq ish. Chidash mashqi. Mana ma'u ham haroqni harom qilish, haroqdan yiroqlashdan keyin ikkinchi qadam bosqichi edi. Chunki namozning vaqti ko'p tarqoq bo'lib, musulmonlar ichib qolsa haroqni, ularga mashalati namozning vaqtining kirib qolishidan amin bo'lolmaydi. Ondan keyin ma'noga yarim kun ko'ngandan keyin ondan keyin haroqninki shaytonning amridan bo'lgan najis ekanligiga bo'lgan uchuq nas va uningdan ner turishga bo'lgan buyruq ondan keyin eng oxirida hal antum muntahun endi to'xtamsizlar deb yiroq turinglar deb bunday buyruq keldi. Bu sizlarga bayatning biri tushuntirayotgan mansuhlikning taqozosi bo'lgan tadrijiylikning bir misoli. Yana bir misol miros qoldirish tuzilmasiga kelsak, islomning dastlabki davrida bir mezgil jahiliyat vaqtidagi arablarning qishidagi odat ustiga qolib qoldi. Chunki bu iqtisodiy masala akapligida sizning pulingni oningga beramiz, oningga bermaymiz desa, bular qabul qilinmaydi. Dastlab bir mezgil shu paytda qolib qoldi. Ondan keyin islom buni tadrijiy o'zgartirishga boshladi. Avval tabanni bilan miros olishni mansux qildi. Ya'ni beqvogan bolalarning miros olishini mansux qildi. Uning keyinidan ittifoqdoshlik va o'zaro qarindosh bo'lish orqali miros olishni mansux qildi. Ondan keyin miros oyatlariga miros qoldirish uchun tafsiliy ahkomlarni yo'l qo'ydi. Jahiliyat ahli miros qoldirish tuzilmasidagi jahiliyat ahlininki zolim tuzumlarining hammasini qanday qildi? Yiqib Hadamat al-usas al-jaira. Zalim asoslarning hammani yiqib bo'ldi. Miros Allohning taqsim qilingan bo'yicha bo'ladi. Alloh kimning kimga yaqin ekanligini, kimning kimga manfaat ekanligini, qaysi tuqqan, qaysi qarindosh jiqasa, qaysi tuqqan az oladi, buni Allohning obdan bo'ladi deb Allohning tafsiri bayon qildi. Bu tadrijiy bo'lgan jazoli tuzilmasimi shu? Hatto Hijriyaninki eng oxirgi yillari Hajjul Vido'da eng oxirgi jazoni masalasi hal qilindi. Chunki bayatning deganimizdek ichimlik, yemak bu odamning urf-odatidagi sinib ketgan. Biroqlam tashlab olmaydi keladi. Masalan, xuddi Uyg'urlarga sen keskin polo yemaysiz deb qolsa, tasdiq etishimiz mumkin. Lag'ma yemaysiz deb qolsa, misol bo'ndi. Shunga o'xshashlar bir masala. Iqtisodiy tuzilma deganmi, akaplar bir kun bilan hamma tugatiladigan masala emas. Chunki iqtisod savdo sotiq bog'lanib ketgan vaqtida hammaga bog'lanib ketadi. Bu yildizi cho'nqilib ketadigan gap. Shu tufaylidan Allohning zimindagi qonuniyati tadrijiy epmangadigan qonuniyat. Mushu qonuniyatning taqozosi dal ahkomlar asta-asta dastlabda qil
keyin bo'ldi qilmasang bo'ladi. Dastlabda qilma, endi qilsang bo'ladi degandek, dastlabda tushilgan hukmlar keyingi hukmlar bilan mansux bo'lsa bo'ladi. Bu tabiiy insoniyatning normal tadrijilik qonuniyatining kesimidagi insoniyatdagi bu taqozo talabi bu. Shunga bu aloqa mansux bo'lishni boshqa tushuntirishga bo'lmaydi. Endi mansuxning turlariga kelsak, mansuh ba'zida sarih bo'ladi, ba'zida dumni bo'ladi. Oshkora uchun bayatni sarihning nima, dumning nima ekanligini tushundik-ku. Qana anglab boqaylik. Sarih nasx deganimiz shari o'zining hukmini, keyingi hukmini yo'l qo'yishida ilgirki hukmni bikaq qilib chiqarda uchuq nas keltiradi. Masalan, buning misoli ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200 va iyyakum minkum 100 yaghlibu 1000 min allazina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun degan oyatda birda 10 bir odamga tenkilish to'g'riliq kelgan buyruq ma'u. Ya'ni dushmanning soni sizlar 10 hasijiq bo'lsa, urushni qilaverasizlar degan gapcho. Endi bu aloqa har doim balkim kuchliroq odamlarga armiyaning yoki qo'shinning ruhi ko'tarangi bo'lgan vaqtda moskilishi mumkin, ammo ojiz bo'lib qolsa yoki talafot ko'chirib ketgan bo'lsa, davomli kelavermaydi. Birda 10 daraja bo'yicha kelgan qo'shin, cho'ng qo'shin, masalan 1000 kishilik qo'shinga 10 ming kishilik qo'shin degan gap. Lekin Alloh mushoyatning oxirisida al-an khaffafallohu ankum ma'u mansux oldidagi buyruq amaldan qoldirilgan gap. Wa alima anna fikum da'fa fa iyyakum minkum 100 sabira yaghlibu 200. Yani birda ikki. Dushmanning qo'shini sizlardan bir hassa ko'p bo'lib qolsa-mu, chidab urush qilishingiz kerak deb, oldidagi 10 hassa degan gapni bir hassiga qanday qilib tuvallatdi. Bu bir misol. Payg'ambar alayhisolamning yana bir hadisida kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah hayat al-akhirah. Men sizlarni qabr ziyorat qilishni to'sqandim. Endi degan gap, u amaldan qoldi. Ziyorat qilsanglar bo'ladi. Chunki qabr ziyorat qilish oxiratni qana qildi, aslitidu. Anada uch oshkorlar, men oyatim shu, meyadim shu, ilgari qo'ygan hukmni uch oshkor amaldan qoldirib o'tib, yana hukmni o'tirib qo'yish. Yana bir hadisda men sizlarni bayat o'qidik bu hadisni. Qurbonlikdan go'shtini saqlab, yeyishdan to'sqandim, elchilar yusin. Endi saqlasanglar bo'ladi, ketdi mana. Demak, ma yuqoridagi nasxi bu yerli qonundagi intayin nima ko'p deydi. Bu yerda tutkazsak bo'ladi. Demak, yuqorida biz nasxini ikkiga bo'ldik. Birisi sarih, yana birisi nima? Dumni. Sarihning misollari. Endi dumni degan nima desa, men bayat tushuntirgan darsning boshida. Bir hukm yo'l qo'yiladi. Kinki hukmda a hukmni amaldan qoldirdik degan gap oshkor bo'lmasa-mu, lekin ash hukmga qarshi hukm keyindan keladi. Avval hukm amaldan qoldi deb tushunsak bo'ladi. Masalan, nasxi dumni degan nima desa, ammo nasxi dumni deganimiz bu shari o'zining keyingi hukmni yo'lga qo'yishda ilgirki hukmni, ilgirki yo'l qo'ygan hukmni batil qilib o'tishga uch oshkor nas keltirmaydi. Ya'ni oshkor ilgirkisi tugudi demaydi. Lekin o'zining ilgirki hukmiga qarshi hukmdan birini yo'l qo'yadi. Ikki hukmni har qancha qilib baqsaq o'tirini, ikki hukmni o'tirini maslashtirish mumkin bo'lmaydi. Illaki o'sha ikisini birini amaldan qoldirish orqali anan yo'l va unda o'ganda keyingisi ilgirkisini amaldan qoldirgan bo'ladi dimni. Yushuncha. Oshkora amaldan qoldi degan gap bo'lmasa-mu, zid hukmni yo'l qo'yganligi. Odatda bizning ijtimoiylikka turmushlarimiz, ijtimoiy paranglarimizmi planiga berib keldi. Yo'lni o'tirib olganda, telefon qilib kelganda yenib keladi desa, avval ba'dida keyin yenib keldi. Demak, ilgirki ba'diga hukm amaldan qoldi degan gapda. Mahil shakldagi dimni nasxi ilohiy tashrih intayin ko'p. Masalan, kutiba alaykum idza hadara ahadakumul maut in taraka khayran al-wasiyatu lil walidayn wal aqrabin bil ma'ruf degan oyatda mirosninki vasiyat orqali oilasi bo'lganligi to'g'riliq kelgan oyat. Chunki burungi zamonlarda shutdi. Miros qoldirdigan odam o'lishning oldida mabalamga munchilik deb vasiyat qildi. Ammo oyat shuni dalolat qiladi-ki, malik iqtisod egasi vafot uningga hozir bo'lsa, o'zining ota-onalari, tuqqanlariga o'zining qoldirgan mollaridan ma'ruf shaklda vasiyat qilsa bo'ladi. Bo'lib, keyingi oyat kelayli. Yusikumullohu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayn. Demak, miros masalasi Allohning vasiyati. Sendan boshqalarga vasiyat qilish huquqing yo'q. Belgilimizda ma'manchilik oladi deb keskin qilyapti. Ya'ni oyat shuni dalolat qiladi-ki, Alloh malikninki
barliq tarikelerini, barliq qoldirgan mollarini mirosxo'rlarning o'tirida hikmat taqozoga taqsim qilyapti. Ya'ni endi taqsimot miros qoldiruvchining haqqi bo'lmay qoldi. Ma'vo avval hukmga zid. Avval hukmda mirosni vasiyat qilish huquqiga ega, keyingi hukmda vasiyat qilish huquqi yo'q. Undan ma hukm jumhurning ko'z qarashi bo'yicha oldingi hukmni amaldan qoldirdi. Shunga payg'ambar alayhisalom miros ayt tushgandan keyin Alloh har haqiqatga o'zining haqqini berdi, endi mirosxo'rning nimasi yo'q, vasiyat yo'q, mirosxo'r vasiyat yo'q degani vasiyat qilishga bo'lmaydi deb ma'nosini debatdi masalan. Demek biz yuqorida nasxini ikkiga bo'ldik. Birisi sarih, birisi dimni. Sarih deganimiz nasxining ichida ochiq oshkora ilgari hukmning amaldan qolganligiga iborat bor. Ammo dimnida undaq nima yo'q, iborat yo'q. Endi ba'zi rijalut tashri', ya'ni ahkam yo'l qo'ydigan kishilar, ya'ni ahkamchilar yoki usuliylar mushu dimni nasx bilan kifoyalanishni, nasxi tasrihdan behojat bo'lish kerak deb qaraydi. Nimishqa? Chunki o ta'kidlashni taqozo qilmaydigan maqomdagi ta'kid shari'ninki bir hukmni, ya'ni ilgiriki bundan ilgari yo'l qo'ygan bir hukmga qarshi bir hukm yo'l qo'yganligi, o'shkisning o'tirini jug'lash mumkin bo'lmaydigan bir hukm yo'l qo'yganligi shari'ninki ilgiriki hukmdan chatnab chiqib, keyingi hukmni batil qilganlik qiladi. Qanaqdir anidan chatnab chiqdi, ani batil qildi, ochiq oshkor o'tirib qo'yishga hojat bo'lmasligini, ikki ayrishning hojati yo'q. Sarohatan dimnanda hammasi nim bo'lib ketsa, dimni bo'lib ketsa, buni yurudi. Bu yerdan da sarohatan o'tirib qo'yishning hojati yo'q. Chunki oldin bir hukm yo'l qo'ydi, keyin bir hukm yo'l qo'ydi. O'sha ikkisi ochiq oshkora hukm, ilgirkisiga zid keldi. Shari'ning gap so'zi bizga zid emas. Bu yerda zidliqi nima bo'lsa, ilgirki hukmni amaldan qoldirganlik bo'ladi. Shu yerda ochiq oshkora nas keltirmasa bo'ladi. Deb mana qarag'anlarmi bor holda. Ondan keyin bizning nasx haqidagi so'zimiz davomlashyapti. Nasxi yuqori degandek kulli va juz'iy bo'ladi. Qad yakun kulliyan, qad yakun juz'iyan. Kulli deganimiz ilgirki hukm bir butun amaldan qoladi. Juz'iy deganimiz ilgirki umum hukmning ma'lum afratlari amaldan qoladi, qolgan qismi o'zbati. Ma'o juz'iy bo'ladi. Bizlarga am babida, amni xoslash babida nasxi juz'iy to'g'riliq ancha-muncha gap qilganimizda. Bu ham qiynalmag'achqa tezroq deymiz, a? Nasxi kulli degan nima desa, shari ilgiri yo'l qo'ygan bir hukmni şu mükelleflerinin efratlarının her efratına nispeten kulli şekilde iptal kılıdı, batıl kılıdı, bütünley. Hüküm bir bütün emelden kalıdı. Xuddi valideyn akrabinlerge vesat kılışını, icab kılışını batıl kılgandek, miras ayetini yol koyuş arkalık, mirasxo'rga vasiyetini çekligandek, xuddi eri vafotlayib ketgan ayolninki bir yil iddat tutishini 4 ay 10 kun iddat tutish bilan batil baka qilganlik Mavlamiz bir butun baka qilish. Mana nasxa kulli bo'ladi. Vallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj. Mana bir yil iddat tutishdi. Ikkinchi oyatda vallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihin 4 ashhur wa 10 ay mumkin. Hukm bir butun amaldan qoldi. Mana nasxa kulli bo'ladi. Nasxa juz'iy deganimiz bir hukm mükellef efratlarının her efratını özgürlüğünden şekilde ammi şekilde oturup koyulgan. Andikin ma hüküm aş efratının bazı nispeten emelden kaldırıldı. Ya ki mutlak şekilde oturup koyuldu, bazı halatlarına nispeten emelden kaldırıldı. Doğanda dikkat et, avval bir hüküm ammi hüküm, am hüküm. Bütün efratının hamını özgürlüğü. Kin yeni bir delil kelip, unujdaki ma'lum türüne emelden kaldırılattı. Ya ki mutlak hüküm, onun ma'lum bir halatlarını emelden kaldırılattı. Onu mani biz nasxı cüz'i deymiz. Yani amelden kaldırıcı nas avval hükümni bütün amel qilishni batil qilmaydi. Butunlay. Faqat uni ba'zi afratlarga nisbatan am bo'lib qolsa, yoki ba'zi holatlarga nisbatan mutlaq bo'lib qolsa, mandaq shaklda qanday qiladi? Batil qiladi. Ma u juz'i nasxı deymiz. Buning misoli qarasak, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً. Har qandaq ayolni yaman ishlar bilan ayıplagan odam to'dguvatisiz 80 ni aytdi. Har qanday ayol, butun ayol, demak ma'u am. Mana bu oyat shuni dalolat qiladiki, o'zi chaplagan tuhmatga pok tug'zanmagan, pok ayolni tuhmat chaplagan odam 80 ni aytdi. Mayli u odam o'sha ayolning eri bo'lsin yoki boshqasi bo'lsin. Endi keyingi oyat. Ma oyatdan keyin kelgan, mushaqti kelgan bir oyat bor. O oyatning ahvoli mundaq.
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعَةُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Amma ayette ayalını eyiplegenler başkalarının zina kıldı. Üzdün başka guvaçısı yok. Mavla'nın hükmününki töt kıtım lanet eytiş. Yani töt kıtım guvalık bir iş özü. Li'an, lanet eytişiş. Karanma. Ayette pak ayallığa töhmet çaplığallığının hükmü. Umumi şekilde. Kendi ayette ulanın içinden üzünen ayal opqasa, töhmet çaplanğan ayal, üzünen ayal opqasa bunun hükmü başqa. Demek ayetteki umumi hükümden ma'lum bir qismini qanaqavatdi, chiqirvatdi. Buni mana biz nasx juz'i deymiz mana. Yani bu dalalat şunu dalalat qiladi-ki, qazif agar er kishi opqasa, bu jildi qilindi. Balki o ve onun ayali la'nat aytishadi. Demek ikkinchi nas töhmetning jildi hükmüne 80'ni yaydı degan hükmüne azvajlarga nisbatan mansub qildi. İrop qalsa o hükm amaldan qoldi. Buni amaldan qolganligini isbot nima bo'lsa, hali qilolatni Umayya Rasulullohning qilgan vaqtda Rasululloh qanday hukm chiqardi? Avval oyatning hukmi chiqaverdi. Al-bayina aw haddun fi zahrikda. Ya pak kitobsa yoki hadlanisa dedi. Demak, avval oyat kuchga ega demak. Avval kin ma'ya tush orqali üzünün ayali meselesi olib qalsa, yani qazif ayıplıgıcı aş ayalının iri olib qalğan vaqtida onun hükmini a hükmüne amaldan qaldırıb yana hükm oturup qoydu. Demek ma'yadaki nasxı ilgirki 80 toxmaq, 80 tayaq, 80 derri hükmünü bir bütün amaldan qaldırmasdan ayal oturdaki mesele olib qalsa man chiqarib oldi. Ma'u nasxı juzu yoludu. Endi nimde bunu nasxı juzu deymizde? Çünkü qanachaq nasxı juzu yoludu desa ma'ya bir zil noqtadan birisi var diqqat. Hüküm avval amның hükmü umum boyunca yol qo'yilsa, esingizda bo'lsin. Mansuh deyish uchun avval am peti ijro qilinishi kerak. Am peti tushunilishi kerak. Yoki mutlaq bilan yo'l qo'yilgan vaqtida andan keyin bir mezgildan keyin uning ba'zi afrotlar uchun yo'l qo'yilsa yoki ba'zi qeyd bilan qeydlansa, avval bir qitim yo'l qo'yilib bo'lib, am shaklda, mutlaq shaklda andan keyin nasx qilinsa, ma'u buludu, nasx juzi yoludu. Anda olmay, ben amdımı sözlügen bu şu meselene. Am keldi, lekin amdın şu vaxtının özde husus irade. Al-am yuradu bihil husus. Yani am keldi, o yolu koyalmasından bir delilden hasandı. Al-am al-mahsus. O vaxtta nasx juzi olmaydı. Belki am peti yolu koyulap oldu. Mutlaq peti yolu koyulap oldu. Onun keynidin delilden biraz kelip, ona emelden kaldırgan olsa, ma nasx juzi yoludu. Ama am kanunda kili yürüptü. Şu kanunun özde onun efradlarının ba'zisine xaslaş kepti. Bir hüküm bilen bolsa, ma'u andın boğan muratını bayan kılış yüzünün təxsis oludu, nasx olmaydı. Qeydmi şu? Bu mutlaqdan boğan muratını bayan kılışının qeydlaş oludu, nasx olmaydı. Demek, qayt düşendirip qo'yay, ya? Am peti kelgan vaqtida xasqın delili kep bo'pti qishqa. Mutlaq kelgan vaqtida uni ijro qilmasdan, amal qilinmasdan qeydning delili kelib qopti. Ma'u amni xaslash, mutlaqni qo'yatlash. Ammo am peti ijro qilinibdi, tushunilibdi. Keyin bir hukmdan birisi kelib, dalildan birisi kelib, ana ma'lum bir qismini xaslab qolib bo'lsa, ma'u anniki nasx juzi yoludu. Şu ma'u deb usul ilminki mandaq bir gapining ma'nosiki amning afrotlarining ba'zisini uning hukmidan chiqarib olish. Mutlaqni qeyd bilan qeydlash agar muqorin dalillar bilan kelsa, muqorin dalilligini am keptu dalil keyindan keptu, mutlaq keptu dalil keyindan keptu bo'lsa, muqorin dalil bo'lib qolsa, bu amning hukmining tashri'i, amning hukmining tashri'iga, mutlaqning hukmining tashri'iga muqorin bo'lganligini teng kelgan dalillar bo'lib qolgan bo'lsa, bu amdın boğan muratının bayanı, yoki mutlaqdan boğan muratının bayanı oludu. İstisnanın ornida, yani amni xaslash mutlaqni qeydlash oludu. Buni nasxı degan olmaydi. Avval am pet ijro qilinaverdi, mutlaq pet ijro qilinaverdi. Keyin dalildan birisi kelib amni mana shudagi ma'lum afrotlarni chiqarib olibdi, mutlaqning ichidagi ma'lum holatlarni chiqarib olgan bo'lsa, ma'an nasxı juzi yoludu. Ikkisining farqi shu. Xo'sh, endi mansux haqidagi eng oxirgi bir xulosa muhim gapdan birisi, shar'iy ahkamlar
Gerçi Resulullah'ın devrinde yani 22 yıl neçe ay jarayonida tadrijiy yo'l qo'yilgan bo'lsa-mu, lekin Rasululloh vafot etib bo'lgandan keyin tashri muqarrarlashib urilishib bo'lgandan keyin musulmonlarning haqqida bir qonunga aylanib ketganlik. Shuningdek xos amning bayoni, muqayyat mutlaqning bayoni, ma oyat tilovati ma oyatdan keyin yoki masur oyat bo'lgan masuridan keyin degandek narsaga qaramaymiz, illaki nasix mansux aniq nas keltirilganlari qolsa birga bo'lmay qolib qolsa, hozir biz mayat oldi degan mayat keyin ekan, masur oldi degan masur keyin degan deb mansux qilib bo'lmaydi. Demak, Rasululloh dunyodan ketdi. Bizning bir ishni mansux qilib huquq hukm qilish huquqimiz yo'q. Shu davrda mansux qildiganini qilib, bo'ldigani bo'lib, bizga naql qilinib, mansux, nasix deb naql qilinib qolsa, shu bo'yicha bo'ladi. Bo'lmaganida Rasululloh vafotidan keyin nasix mansux bo'lmaydi. Rasulullohning hayot vaqtida nasix mansux bo'lganlari shu paytda bizga naql qilinganlari shu paytda ijro qilinadi. Bir bo'lsin. Undan keyin mansux bo'lgan vaqtida bir hukm mansux bo'lsa, mansux qilingan hukmninki o'rni qanday bo'ladi desa, biz bayat narsa orqamiz mancha ba'zi gapni qisib o'tgan bo'ldik. Bir hukm amaldan qoldirildi degan gap, ya uning o'rni uningdan yaxshiroq, masalan uningdan yengilroq, masalan taxviliq, mashaqqat jihatda yoki savob jihat yo'qroq degandek, har holda bir hukm amaldan qoldirilsa, shu hukmga o'xshash bir hukm yoki shundan yaxshiroq bir hukm shu qanday qo'yiladi. Shunga turib o'tadi. Ba'zi nasxi bir hukmni shu hukmning o'rniga yo'l qo'yish orqali bo'ladi. Batni o'risanglar aslında kemaya cüzma. Ranglı qılmaptı kemayada. Ba'zida nasxi bir hukmni bir hukmning o'rniga yo'l qo'yish orqali bo'ladi. Ba'zida yo'l qo'yilgan hukm mansux qilingan hukmga barobar bo'ladi. Ba'zida undan yengilroq bo'ladi. Mushu tur. Ya'ni demak cho'g'rimiz qayda desak, bir hukm amaldan qoldirilsa, cho'qim buning o'rniga yana bir hukm bo'ladi. Ya ba'zida hukm kemmay onun o'rniga bir hukm qo'ymaydi. Ana hukm kaga hukmlar aslidagi hukmdan ya ig'roq savobning ko'p bo'lishi uchun yoki yengilroq mashaqqatning yengilishi uchun degandek bo'ladi. Har holda mayli ikki nuqtani bilib olishing kerak. Bir hukm amaldan qolsa, shu amaldan qolgan hukmning o'rniga ya hukm bo'ladi yoki hukm bo'lmaydi. Qaranglar. Xuddi ota-ona va tuqqanlarga vasiyat qilishning vojibligi miros taqsimoti bilan mansux qilindi. Masalan, amaldan qoldirilib miros yo'l qo'yildi. Namazda Beytul Muqaddasga yuzlini qilish, Ka'baga yuzlanish bilan mansux bo'ldi. Demak, amaldan qoldi, ma'o kuchga ega bo'ldi. Irilib qolgan ayolninki 1 yil kutish orqali iddat tutishi, 4 oy 10 kun kutish orqali iddat tutish bilan mansux bo'ldiki, amaldan qilib amalga bo'ldi. Ba'zida hukmning o'rinda bo'ladi. Ba'zida nasxi shu hukmni amaldan qoldirish bilan bo'ladi, ikkinchi hukm o'tirib qo'yiladi. Masalan, deyli, mut'i nikahni amaldan qoldirishga uning o'rniga ikkinchi bir nikah. Odatdagi nikah uning o'rnida desa digilolmaydi. Mut'i nikah islomda desa davrida to'g'ri edi, lekin amaldan qoldi, uning o'rniga bir hukm yo'l qo'yilmaydi. Mana shaklda bo'ladi. Endi, ya'ni shundaqla yo'l qo'yilgan hukm mansux bo'lgan hukmga ya teng bo'ladi, ya komsonundan yengilroq bo'ladi. Mashaqqatliroq olsun bo'ladi, chunki amaldan qoldirish, almashtirish uningdan mukalliflarning manfaatini taqozo qiladi. Ularning manfaati ba'zida ularga mansuxdan mashaqqatliroq hukmni taqozo qiladi. Masalan, haroqni harom qilish, qimoni harom qilish ularga muboh qilish mashaqqat keladi, lekin manfaat shuni taqozo qilgan. Chunki Qur'oni Karimda Alloh "Ma'nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw misliha." Yaxshisini, yoki o'xshini. Yaxshi degani bizning maslahatimiz. Garchi bizga mashaqqatliroq kelsimi, maslahat nuqtasidan bizga yaxshi bo'laveradi. Mendagi yaxshilikdan murod mukallaflarga aslah bo'ladi. Mayli ularga mashaqqat kelsin yoki tankasin yengilroq bo'lsin. Ma'vo dal Qur'oni Karimdagi oyatlarning maqsadi shuki, "Ma'nansakh min ayah" deganning maqsad. Yuqoridagi gap hada idza kan degani yuqoridagi ma'nansakh min oyatdagi oyatdan shu oyatni maqsad qilsak shunday bo'ladi. Xo'sh, endi nasxning oxirgi mazmunlariga kelib qoldik. Nimalarni nasx qilib bo'ladi, nimalarni nasx qilolmaydi desa, ma yaqbilun nasxa va ma la yaqbilu. Ya'ni mansxni qabul qiladigan, qabul qilmaydigan soha. Qur'oni Karim yoki hadisda kelgan barliq narsalar Rasulullohning davrida
keyingi nas uni mansux qilaverdi, unda emas. Balki naslarning ichidan muhkamat naslar borki, asla mansux qabul qilmaydi. Biz darsda degandek, dinning asosiy qismlari bo'lgan aqida, iymon, munosabat qismlari mansux bo'lmaydi. U bo'lsa-mu asosiy ahkomlarni o'z ichiga olgan, kishilarning ahvollarining o'zgarishiga qarab o'zgarmaydigan, taqdirining, odamning taqdirining o'zgarishi bilan qabih va hasanlikda o'zgarmaydigan bir xil muqim, o'zgarmas mazmunlarni o'ziga olgan narsalar bor. Masalan, Alloh iymon keltirishni o'ziga olgan narsalar, Allohning payg'ambarlari, kitoblari, oxirat kuni ibodatningki asosiy qismlarining qolgan taraflari, aqidaning ibodat va undan boshqa ummahatul fazoilni muqarrarlashtirgan narsalar bor. Ota-ona yaxshilik qilish, rostchilik, adolat, omonatni o'z ahliga ado qilish, undan boshqa har qanday bir ahvolda, har qanday bir taqdirda o'zgarish, qabih bo'lish, shundami? Tasavvur qilolmaydigan narsalar, bular ma'nosida mansux bo'lmaydi. Undan boshqa yana Allohga shirk keltirish, nahaq jonni o'ldirish, ota-onaga oqilik qilish, yolg'onchilik, zulm, undan boshqa har qanday ahvolda go'zal bo'lmaydigan mundaq bir rezilliklarning asosiy qismlariga dalolat qilgan narsalar ma'quldagi mazmunlarni o'z ichiga olgan narsalar bu mansux bo'lmaydi. Makallanlikni qo'yib ketsin. Ikkinchidan ahkomni o'z ichiga olgan, lekin shu sig'ining o'zi uning mangulikligiga dalolat qilib o'tgan narsalar bor. Chunki ani mangulik qilib o'tish degan gap mansux bo'lmaslikni taqozo qiladi. Masalan, pak ayollarga tuhmat Allohning hukmini bayon qilib, Alloh subhanahu va taolo va la taqbalu lahum shahadatan abada debdi-da. Abada degan lafzi ma hukmninki mangulik davomli hukm o'zgarmaydiganligini ifodalaydi. Unda boshqa payg'ambarlarninki al jihadu madun ilayum madin davom qiladi degan gap, ya'ni madin o'g'anligi, jihatning madi va qiyomat kungacha davom bo'lganligi dunyo qilib qolgan muddatni uni qilib qolganligini ifodalaydi. Ma'qul shakldagilar mansux bo'lmaydi. Uchinchisi mansux bo'lmaydiganlik. Uchinchisi yuz bergan bir voqelik yoki ilgari o'tgan bir hodisadan xabar bergan narsalar bor Qur'oni Karimdagi, masalan, qissa deymiz. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Peygamberimizningki nusurtu bir ru'b masirata shahr degandek ma'qul shakldagi narsa ular mansux bo'lmaydi. Chunki xabari narsani mansux qilish degan gap xabar bergan odamni yolg'on chiqish degan gap. Halbuki shar'ga yolg'on aytish mahol, nauzubillah. Demak, mashg'ul turdagi nas bu mansuxni qabul qilmaydigan narsalar bo'lib, undan boshqasi ahkam yo'l qo'yishning dastlabki davrida uni qabul qiladi, Rasulullohning hayotida. Ammo Rasulullohning hayotidan keyin ular yana mansux bo'lmaydi. Xo'sh, endi mansux bo'ladigan narsa nima bilan mansux bo'ladi desa, asli qoida nasxi faqat uning quvvatida yoki uning kuchliroq bo'lgan nas uni mansux qila oladi. Masalan, bir nas keldi, buni mansux qilish uchun mushu nas bilan tang yoki ma'nodan kuchliroq, undan keyin uni mansux qila oladi. Bu gapga asosan va ala hada, bu gapga asosan Qur'oni Karimning nasri o'zaro bir-birini mansux qila oladi. Qur'oni Karimning nasri hadisi mutawatir bilan mansux bo'lishi mumkin, chunki hammasi qat'iy bir kuch-quvvatda, ya'ni quvvati bir o'xshash. Ammo g'ayri mutawatir bo'lgan hadisning nasrimi ba'zi mansux qiladi, chunki bir quvvatda. Ba'zi Qur'onning nasri bilan yoki hadis mutawatirning nasri bilan mansux qiladi, chunki Mavla anidan kuchliroq. Ammo masalan, men buni misollar bergan-ku, masalan, eri vafot topgan ayolninki 1 yil idda tutug'iga dalolat qilgan Qur'onning nas 4 oy 10 kun bilan idda tutug'iga dalolat qiladigan Qur'onning nasi bilan mansux bo'ldi. Oyatni mansux qildi. Har maytatning haromligiga dalolat qilgan Qur'onning nasi dengizning maytatlarining halolligiga dalolat qiladigan va Rasululloh o'zining tuandagi bilan ta'kidlagan amaliy mutawatir hadislar bilan xoslandi. Ya'ni Qur'on hadis mutawatir bilan qanday qilindi? Nasx bo'ldi. Vattahur ma wal hul maytatuhu degandek. Vasiyatni, har qanday vasiyatni ijro qilishning vojibligi dalolat qilgan Qur'onning nasi nima bilan qaytlandi desa, 3dan 1ning ko'pligining vasiyatni ijro qilishni cheklaydigan amaliy hadislar bilan qaytlandi. Rasululloh uni Muazning hadis ta'kidligi as-sulus va sulusu kathir deb ta'kidladi masalan. Bu misol qabr ziyorat qilishdan to'sqan hadisda uni muboh qilishda. Qurbonliqlarning go'shni yig'ishdan to'sqan hadisda uni muboh qilish qatorliq mushlarning hammasida yuqoridagilarga nisbatan bir nimalar bor, misollar bor. Buning asosan xulosalasak, Qur'onning nassi yoki mutawatir hadisning nassi mutawatir emas hadislar bilan yoki qiyos bilan mansux bo'lmaydi. Chunki aqvo kuchligi
quvvat jihati o'zini tuan narsalar mansux olmaydi. Mushuning jihatidan shu muqarrarlashdiki, Qur'on hadisga Rasululloh vafot bo'lgandan keyin shar'iy hukmning mansux bo'lishi yo'q. Chunki Rasululloh vafot bo'lgandan keyin naslarninki vurudi uzilgan bo'ladi, ahkamlar muqimlashgan bo'ladi. Unda o'ganda nas qiyos yoki ijtihod bilan qanday olmaydi, mansux olmaydi. Xo'sh. Va yu'khadhu mimma qaddamna biz yuqorida kelganda mansux babida so'zlagan mazmunlardan oladigan yig'inda mazmun emas. O'tirdigan yerli qonunni qo'yib qo'ydik, nas faqat uni nas mansux qiladi. Nasni ijmo mansux qilishni tasavvur qilolmaydi. Nasni ijmo mansux qilolmaydi. Nima ishqa? Chunki nas qat'iy bo'lib qolsa, uning qarshisiga ijmoning chigilishi mumkin emas. Zanni bo'lib qolsa, ijmo uning qarshisiga ijmo chigilishi cho'qim bilan nasga tayinadi. Unda o'ganda ijmo tayangan nas, nasni ijmo tayangan nas, oldidagi nasni nas qilgan bo'ladi, ijmo emas. Bir nasni ijmo mansux qildi degan taqdirda ijmo emas, ijmo tayangan bo'ladi, nas bo'ladi. Xo'sh. Anikin eng oxirgi bir mazmun qiyos bilan sabit bo'lgan hukm qiyos o'zining o'qishidan mansux olmaydi. Chunki mujtahid bir voqelikda qiyos yo'llan bir hukmdan birini yakunlab chiqargan bo'lsa, ondan keyin qiyos bilan shu mujtahid yoki boshqa mujtahid shu voqelikka o'xshash hukmda avvalgisiga qarshi hukmdan birini chiqargan bo'lsa, ma'lum hukm nasx qilganlik emas, faqatlam avval dalilning botilligini oshkorlash, ya'ni ilgari qiyosning xatoligini oshkorlash bo'ladi. Ondan qiyos nas ijmo bilan sabit bo'lgan shar'iy hukm mansux qilinmaydi, chunki u ikkisi martabasi emas. Qiyos o'zi ham hukmi mansux qilmaydi, ham bir hukmni mansux qilmaydi. Shuning bilan bizningki kitobimizning 4-qismi al-qawaid al-usuliyya al-lughawiyyaninki 4-qoidasi nasxul ahkam, nasxul hukm. Oxirlashdi. Endi darsimizningki eng oxirgi qismi, eng oxirgi bo'ligi ya'ni at-ta'aruz va at-tarjih. Endi o ta'aruz va tarjih şu Qur'on hadislar bilan shug'ullangan, mushtan bahs qilgan mayli ulumul Qur'on bo'lsin yoki usulul fiqh bo'lsin yoki mustalahul hadis bo'lgan hammasi bor o'rtaq bir tur. Ya'ni dalillarningki o'zaro zid gap qilishi va bularni qanday qilish, tarjih qilish. Amaliyotda buning tushunchasi oddiy. Eslanda bo'lsin, Qur'on bilan Qur'on zid kelmaydi. Sahih hadis bilan sahih hadis zid kelmaydi. Zid kelmaydi. Qur'on bilan Qur'on zid kelib qolgan taqdirda, ya'ni zid kelib qoldi deb qilinishini tuyulgan taqdirda, cho'qim bizning olgan tushunchamiz masalasi va buning o'tirini moslashtirish, ya'ni tushunchani qayta qilish masalasi va hadislarni sahih hadis bo'lsa, birisi-birisiga zid kelmaydi. Zid kelib qolgan taqdirda cho'qim bu yerda moslashtirish qurilishi kerak, tavfiqqa, o'tirini jamlashga. Bo'lmaganida ondan keyin o tercihat, muraccihat amilleri var. Tercih kılıdığın yüzlerce kıl amilleri var. Şunu birinin tayinli tercih kılındı. Elbette Kur'an bilen Kur'an otur tercih kılınmayı. Hadisler öyle hadisler oturunu mağlum şekilde tercih kılındı. Bombağını da en ahır şekilde tevfik cem'in bombıda, tevfikin bombıda, tercih kılışımı bombıda, bombağa vaxtida en ahırda ikkileşiyoruz. İskep kalan ikkil delilge emel koymayız. Manda ahval asasen yok diyerek. Qani keleyimiz uch xil şekilde buludu. Abdurmu bizge xulas şekilde qizlarning katakchining ishida bugun darsning xulasini deb beribdi. İza ta'arada nassan, ikki nas zahiran zikab qal. Zahiran degan gapni deyishning sababi Abdurmu. Haqiqat sahih nas bo'lib qolsa, sahih nas zikkanmaydi. Bahs qilish va ijtihod qilish o ikkisining o'tirini jug'lash va moslashtirish haqida to'g'ri yo'llar bilan jam'iy tavfiqning yo'llaridan vojib. Demak, birinchi qatim ishga zid gap qolgan vaqtda hech narsa. Birinchi qatim qiladigan xizmat jam'iy va tavfiq, moslashtirish. Agar o ikkisining agar mumkin bo'lmasa, ya'ni jam'iy qilib moslashtirish mumkin bo'lmasa, o ikkisining birini tercih qilish haqida tercihat yo'llaridan bir yo'llar bilan bahs ijtihod qilish vojibligini yuzlarcha xil tercihat yo'llari bor. Har xil şu yollardan birinden birisinden qana qilamiz, tercih kuchlantiramiz, kuchlik amal qilamiz, ojiz qolib qoladi. Agar ma'lum mumkin bo'lmasa, degani tercih mumkin emas. Va amu mumkin emaski, jam'i tavfiq mumkin bo'lmay qolib qolsa, va ulima tarix urudihima, bu ikki narsaning kelish tarixi bilinsa, qaysi ilgari qaysi kim kelgan bilinsa, buningda kinkisi ilgirkisini mansux qilgan bo'ladi. Agar tarixi bilinmasa, kelish tarixi bilinmasa, amal qilishni to'xtatib turamiz. Mushu necha bosqich, 3 bosqichni tugutib, eng oxirida to'xtaymiz. Birinchi bosqich jam'iy tavfiq bosqichi, ikkinchi bosqich tercih bosqichi, uchinchi bosqich nasx bosqichi. Bu 3 bosqichni o'tgandan keyin
ikkilisiga amal qilmay qo'yamiz. Bunda ahvollar intayin az. Endi nesdan boshqa ikkilarni qiyos yakishidan dalil izlab qolsa, u ikkisining birini tarjih qilish mumkin bo'lmasa, ikkilisini dalil qilishni chatnat chiqarilgan oyatdan eng oxir masqul shu. Endi kelaylarda bo'lsa, ikkisini o'tirdagi ta'aruz degan gap arab tilida u ikkisining har birining yana biriga zid kelish degan gapni, zid gap qilish degan gap. Shar'iy ikki dalilning o'tirdagi ta'aruz deganning ma'nosi usuliylarning istilohida. U ikkisining har birininki bir vaqtida shu voqelikda yeni bir dalil taqozo qilgan hukmga zid keladigan bir hukm taqozo qilishi. Mayda bir dalil, ikkilisi bir voqelikka qaratilgan, ma'u oq deydi, ma'u qor deydi. Masalan, bu ikkisi bir akaga olmaydi. Zid birisiga bunda holat ta'aruz bo'ladi. Masalan, vallazina yutawaffawna minkum va yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhur va ashra. Vafot topgan ayollar 4 oy 10 kun. 4 ay 10 kun. O'ylanglar. Eri vafot topgan bütün ayollarning hammasini bu taxtiga akiradi. 4 ay 10 kun, tamam. Ma'nas o'zining umumligi bilan eri vafot topgan bütün ayollarning iddati 4 ay 10 kun tugaydigan taqozo qiladi. Mayli, homildor bo'lsin, homilsiz bo'lsin. Yana bir oyat. Va ulatul ahmal ajaluhunna yadana hamlahunna. Homildorlar shu tug'sa, homilisini qo'ysa iddati tugaydi dedi. Sizning ishkizimiz qaysi nuqtada zet? Homildor ayolning eri tugab ketgan vaqtida zet. Homildor ayol eri tugab ketib qolsa, eri tugab ketgan ayollarning oyati bo'yicha amal qilib 4 oy 10 kunmi yoki homildorning oyati bo'yicha amal qilib tug'si tugandi. Boshqa zetma. Ma'nas o'zining umumligi bilan har qanday homildor ayolning iddati homilisini qo'yishlardan tugaydi, mayli er o'ylab ketsin yoki mutallaqa bo'lsin degan taqoz ikkisi bir nuqtada zidlashidi, ha. Anda bir ayol var ekan, bunun eri vafot etdi, homildor. Ikki xil sifat bor. Eri vafot etish, homildor. Oyat mi keladi, oyat mi keladi? Ikkisi kelib qoldi-da. Bu bir voqelik bo'lib, avvalgi nas iddatining 4 oy 10 kun kutish bilan tugashini taqozo qiladi. Ikkinchi nas iddatining homilisini tug'ishdan tugashini taqozo qiladi. Ikkinchi nas shu voqelikning mush holatida zid. Endi amaliyotda ikki shar'iy dalildagi zidlik o'xshash quvvatli bo'lsa, lekin ro'yobga chiqadi. Quvvat, agar ammo birisi ikki dalilning birisining kuchliroq bo'lsa, albatta avvalgi kuchliroq dalil taqozo qilgan hukmga ergashamiz. Keyingi dalil taqozo qilgan uning qarshisiga qaramaymiz. Buningga asosan qat'iy naslan zanniy naslan o'tirida ta'aruzlik topilmaydi. Naslan ijmo yoki qiyosning o'tirida ta'aruzlik topilmaydi. Yoki ijmo qiyosning o'tirida ta'aruzlik topilmaydi. Endi ta'aruzlik qanday qiyada bo'ladi desa, ikki oyatning o'tirida, ikki hadis mutawatirning o'tirida yoki bir oyat bir hadis mutawatirning o'tirida yoki ikki g'ayri mutawatir hadisning o'tirida yoki ikki qiyosning o'tirida bo'ladi. Mush nuqtalarda bo'ladi. Ma hammasi ta'aruzning chanjilari tarjihi kamidi, ha? Endi mush o'rinda diqqat qilib turish bir muhim nuqtadan birisi, ikki oyatning o'tirida yoki ikki sahih hadisning o'tirida yoki bir oyat bir sahih hadisning o'tirida haqiqiylik yo'q. Ikki nasning, mushu naslarning o'tirida, ikki nasning o'tirida zidlik oshkor bo'lib qolgan taqdirda, zidlik ba'da bo'lib qolgan taqdirda, faqat zohiriy zidlik bizning aqlimizga oshkor bo'lgan miqdorda. Biz ana tushunib qolgan demakchi. Qanaqdir haqiqiy zidlik emas. Chunki vohid hakim bo'lgan shari uningdan bir voqelikda bir hukmni taqozo qiladigan dalildan biri sodir bo'lib, ya'ni shuning o'zidan mushu voqelikda bir vaqtda onun qarshi bir hukmni taqozo qilgan yana bir dalildan chiqishi mumkin emas. Bir vaqtda bir narsani ham qardi bo'lmaydi, yo qar bo'ladi. Endi qanday qilib topib qolsa desa, agar ikki narsa bilib qolibdi, bu ikki narsaning zohirisi zidlikkan. Nima qarasa zidda ko'rinib bo'lsa, bu ikkisini mushu zohiri degan gap biz tushunayotgan hozirgi ma'nodan qaytirish haqida itoat qilish vojibki, to'xtab tura. Bu bunda degan gap emas, bu boshqacha gap bor bu yerda deyish vojib. Va u ishkisin bo'lgan muratning haqiqatidan xabar tepish vojib demishqa shari hakim alim bo'lgan sharini o'zining tashriida tanaquzlikdan saqlash uchun paklash. Agar ikki nas o'tiridagi zohiriy zidlikni jam'iy tavfiq bilan yo'qotish mumkin bo'lsa, bunda qarab taqib maslashuv bayatim degandek bu ishkisin mazmuni unda bizga tushungandek emas, mana shaklda bu deb mumkin bo'lsa, jumi'a baynahuma va umila bihima. O'tirini jam'iy qilib amal qilinadi. Ma'o bayon Nimishqa bayon desa, haqiqatda u ikkisini o'tirida zidlik yo'qolganlikning bayoni. Yo'qolganlikning bayoniki zidlik yo'q. Asli ma'no mazmuni ma'o ikkisi mandaq tushunildi deb bunda maslashtirish. Buning misoli kutiba alaykum idha hadara ahadakumul maut in taraka khayran alwasiyatu lilwalidayn wal aqrabin bil ma'ruf degan oyat.
Yusikumullahu fi auladikum lizakri misli hazl unsayn degan oyat. Ilgirgi oyat qarasak, vasiyat qilish vojib. Kingi oyat qarasak, vasiyat qilolmaydi. Ma o'zining aqrabo mirosxo'rlariga taqsimot Alloh degan bo'yicha bo'ladi. Bu ikkisi zid tek. Qarayli qarab turdim deb hal qilibdi. Birinchi oyat miros qoldiruvchiga o'lim yiqilsa, o'zining qoldirgan mollaridan ota-onasi yiqilirga ma'ruf bilan vasiyat qilishni taqozo qiladi, vojib qiladi. Ikkinchi oyat ota-ona, balla, tuqqanlardan har biriga qoldirgan mollarni Allohning vasiyati bilan haqni vojib qiladi, muvarrisning vasiyati bilan emas. Undaganda zohirda bu ikki oyat ziddak bir-birisiga cho'p. Buni qana qilamiz, maslashtiramiz. Qanday maslashtiramiz? Yumkinu tawfiq bayna. O ishni o'tirib manda maslashtirish mumkinki, Surah Baqardagi oyatda val validan val aqrabun allazina muni'a min irthihim. Surah Baqardagi oyatdagi ota-ona, aqrabullar, yaqinlar, ya'ni mirosdan cheklangan yaqinlar bular. Yani bularning mirosidan din o'xshamasga o'xshab bir ma'ni cheklangan yaqinlar bo'lib qolsa. Masalan, deylik bizning ota-onam bor, ota-onam miros bergil olmaydi. Chunki u xristian yoki yahudi. Qana qilmanda olsa desa, buningga vasiyat qilaman. Ma keyingi oyatdagi yusikumullohu fi auladikum degan normal musulmon. Uningga keskin Alloh belgilagan shaklda. Ammo oldingi oyatdagi ida hadara ahadakumul maut degan oyatdagi vasiyat qilsin degani ota-onamga miros tegmaydi. Chunki u miros chekiladigan turining qatorida. Yoki balanga miros tegmaydi chunki musulmon emas. Masalan deylik. Bir sabablar bor. Mirosni cheklaydigan ma'nilar bor. Shu ma'nilar bir ma'ni bor. Men anaga mirosdan tegmagandan keyin, miros berilmagandan keyin sirtdan vasiyat qilaman. Mana tushunsak bo'ladi. Avo vasiyat qilsin degani bayatingdagi ahvolda. Men vasiyat qilishga bo'lmaydi degani menda ahvolda. Ikki ahvol o'g'a chiqqan emas birisiga. Bu bir misol. Ikkinchi misol. Vallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihim 14 ashhur. Eri vafot topgan ayollar 4 oy 12 yil tutadi. Va ulatul ahmal ajaluhunna yad'na hamlahunna. Hamildor ayollar hamilisini tug'di. Andos qana qiladi desa, menda masal turish mumkinki, eri vafot topgan hamildor ayol 2 vaqtdan uzoqroq bo'lib ida tutadi. Xuddi Ali radhiyallohu anhu bilan Ibn Abbas radhiyallohu anhu hukm chiqargan. Garchi men masal turishning bir misoli, amaliyotda to'g'risi Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu degandek hamilisini tug'sa, tug'vasidan idida chiqadi. Lekin mavzularga maslashtirishning misolida, maslashtirishning misolini bir vaqtida. İki oyatga amal qilish uchun bir ayol er vafot etibdi, 8 oy vaqti bor ekan tug'ishga. 8 oydan keyin, undan keyin iddat chiqadi. Bir ayolning er vafot etibdi, 10 kun vaqti qoldi tug'ishga, 4 oy 10 kun degan. Chunki ikki oyatga qana qilgan bo'ladi, amal qilgan bo'ladi. Masalan, ya'ni o ayol o'zining hamilisini vafot tarixidan 4 oy 10 kundan ilgari qana qilsa, tug'ilgan sho'p qolsa, bu saqlab 4 oy 10 kun to'liqlanadi. Agar 4 oy 10 kun tug'ishni ilgari o'tib ketib qolsa, saqlab hamilisini tug'di. Dog'anda ikki oyatga teng amal qilgan bo'ladi masalan. Deb menda maslashtirish mumkin. Bu malaka gerçi bir hadis bilan Ali radhiyallohu anhu, Ibn Abbas radhiyallohu anhuning qarorini yolg'on bo'lsa, hadis bo'lmagan taqdirda ikkisiniki maslashtirish, ikki oyatning o'rtini tavfiqlashtirish usuli to'g'ri usul shu. Jami' tavfiqning yo'llaridan birisi ikki narsaning birini ta'vil qilish. Ta'vil qilish deganimiz hozir biz tushungandek ma'noni qaytirish. Bu orqali bir narsa nimkanmaydi. Ya'ni jami' tavfiqning yo'llaridan biri ikki narsaning birini, ya'ni birining omliqini xoslig'ichi yoki mutlaqligini qaytlig'ichi deb qarash bo'ladi. Unda vaqtda xos o'z o'rnida, omli o'z o'rnida amal qilsa bo'ladi. Muqayyat o'z o'rnida, mutlaqi boshqa amal qilsa bo'ladi masalan. Endi emas masalan bunda. Demak, bu yo'llarning hammasi mush yo'llar orqali zid deb qaralgan, zid deb kurilib qolgan narsalarni bir-biriga maslashtirsa bo'ladi. Xo'sh, birinchi yo'l maslashtirish yo'li. Ikkinchisi, agar jam'i tavfiq ikki zid narsaning o'ttirini jug'lash, maslashtirish mumkin bo'lmasa, u ikkisining birini yana biriga tarjihat yo'llaridan bir yo'llar bilan tarjih qilishga qaralsa bo'ladi. Qaysi kuchliq debchi? Agar bahsi ikkining birini yana biriga kuchli ekanligini oshkor o'tirg'i chiqarsa, dalil arjah taqozo qilasiga amal qilsa bo'ladi. Buni ma'lum bayon qilish, ya'ni ikki narsa asli martabada barobar emas. Mabris yuqori, mabris tuvan. Albatta yuqorisiga amal qilamizda, ba'zida tarjih dalolat tarafidan bo'lib qoladi. Dalolat qiling'uchi iborat narsadan dalolat qilingan mazmun, ishorat narsadan chiqqan mazmundan tarjih qilinadi. Mufassir zohir yoki nasdan tarjih qilinadi. Buningga tarjih ta'aruzga nurg'un misollar o'tdi oldi masalan tarjihat qilishga. Chiqib tarjihat yo'llarini bir yo'llar bilan tarjih qilib, kuchli chiqqanga amal qilib, ojiz chiqqanga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Ma'o
zid kelgan o'rindagi ikkinchi hal qilish chorasi. Birinchisi jamiyat tavfiq, ikkinchisi tarjih. Endi ikki narsa zid kelib qolgan vaqtdagi uchinchi yo'l, ikki yo'l bo'lmadi endi. Tavfiq qilib bo'lmadi, jamiyat qilib bo'lmadi, tarjih qilib bo'lmadi, uch yo'l bo'lmadi hisobda. Ikki yo'l bo'lmadi. Uchinchi yo'l agar jamiyat tavfiq qilish ikki narsani o'tiradi mumkin emas ekan. O ikkisining birini yana biriga tarjihat yo'llaridan bir yo'llar bilan tarjih qilish mumkin. Demak, ikki yo'l bo'lmadi deb qolsa, biz ikki narsaning sharatini sodir bo'lgan tarixiga qaraymiz. Agar o ikkisining biri sobiq bo'lib qolsa, ikki narsaning keyingisi sobiqni nasx qilgan bo'ladi, mansux qilgan bo'ladi-da, keyingisiga amal qilamiz. Mana yu'lamu hada ma wa dal oyatning shu sabablariga qaytish, hadislarning kelish sabablariga qaytish va biz orqali bilinadi. Biz bu oyatdan alaqa mansuxda oyatlarning ba'zining masalan biz bu oyatdan oyatlarning ba'zining, ya'ni boshqa oyatlarning ba'zining ahkomlarini mansux qilish babida keltirgan misolning hammasida nasix kelish jihati mansuxdan keyin ekanligi chiqadi. Masalan, ikki narsa keldi, birisi keyin, birisi ilgari, ikkisi zid bo'lib qolsa, keyingisi oldingisi mansux qiladi. Ma'vo nechinchi yo'l? Shu ta'aruz babidagi 3-chi yo'l. Ta'aruz babidagi 3-chi yo'l. Birinchisi jamiyat tavfiq, ikkinchisi tarjih, uchinchisi nasx. Endi bu 3-chi yo'l ish kelmagan vaqtida jamiyat tavfiq qilolmadi, tarjih qilolmadi, nasx qilolmadi qolsa, agar ikki narsaning o'rtasida jamiyat tavfiq qilish mumkin bo'lmasa, o ikkisining birini yana biriga tarjih qilishim bo'lmasa, o ikkisining kelish tarixi bilinmasa, ikkilisidan bilan dalil qilishni to'xtab turamiz. Va ta'aruz bo'lib qolgan shu vaqalikdagi hukmga dalil qilishda o ikkisining boshqa dalillarni qaraymiz, xuddi nasx hukmidagidek, hamda manda ahvol asosan yo'q asosan. Shunda o'tib tur, ma'vo farzi shakl bo'lib, uning vujudi yo'qligini bunda aniqlamaydi. Bunda ahkamaydigan ahvol yo'q asosan. Xo'sh, endi ta'aruz ikki shar'iy dalilning o'tirib qolibdi, lekin narsa emas. Masalan, ikki qiyosning o'tirib ta'aruz bo'lib qolsa, ta'aruz haqiqiy bo'lishi mumkin, chunki ikki qiyosning birisi xato bo'ladi. Agar ikki qiyosning birini biriga tarjih qilish mumkin bo'lsa, amal qilinadi. Ayol bu qolgan ahvolda bayatni degandek. Endi ikki qiyosning birini biriga tarjih qilishning yo'llaridan birisi ikki qiyosning birining illati naslik. Bilamiz, naslik illat mustanbata illatdan kuchliroq bo'ladi. Yana birining illati mustanbat. Yoki ikkisining birining illati ishorat nas yo'llari bilan istinbat qilingan, yana birining illati munosabat yo'llari bilan istinbat. Mushnoqlar qarab turib tarjih qilsa. Biz bu yerda o'z vaqtida so'zlab qo'ygan buning qaysining kuchli, qaysining ojiz ekanligini. Xo'sh, endi usullarning shu tavfiq tarjih qilish naslarning qiyoslarning o'tirini, zid qiyoslarning o'tirini tarjih qilish sohasi intayin kengre. Tarjih qilish yo'llaridan birisi mavduiy yo'llar, tema xarakterli yo'llar bo'lib, bu yo'llarda umumiy tarjih qilish mabodilar prinsiplashtirilgan. Masalan, muharrim bilan mubih zid kelib qolsa, muharrim tarjih qilinadi. Mani bilan muqtadi kelib qolsa, mani taqdim qilinadi degandek, 100 ga yaqin tarjihat yo'llari va mush yo'llar tushunilsa, joyida tushunilsa, bizning oldimizda zid kelib qoladigan, amal qilolmaydigan bayatni degandek eng oxirgi amal tashlab qo'ymizdiq emas, mana ikkilisga amal qilmaymizdiq, unda ahvollar asosan uchramaydi. Shuning bilan bizning kitobimiz oxirlashdi. Alloh kitobimiz orqali mush kitobni o'qigan, o'rgatgan, anglagan har birimizga manfaat qilsin. Qiyomatda hasanat mezonlarimizda o'qigan, o'rgatgan va mush orqali hukm chiqargan va boshqa dinga xizmat qilgan har bir harakatlarimizni qiyomatdagi hasanat mezonlarimizda qilib bersin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.